Assalomu alaykum aziz gulsevarlar, yaxshimisizlar? Xonadonlaringlar tinchmi? Sizlarda qiynalmay sizlarni. Men bugun yana kichkinagina gulzorimda eksperimentlar o'tkazmoqchiman. Mana bu joyda tayyorlab oldim. Mana qum solib, sug'arib, mana qumdan bu yerga mana baklashkada shunday joy belgilab olsak, mana shu joyiga mana bu gvazdikalarni ekamiz. Ertalab mana o'siy gullari bilan gvazdikadan qalamchalar kesib, karnivili suvga solib qo'ydim. Gvazdikalarni hozir endi yerga ekamiz. Hozir joyga endi karnivilni qo'yib oldim. Hozir mana shu ko'chatlarda teshikchalar qilamiz. Mana bu karnivillarimiz tuproqda tashqarisida qolib ketmasligi uchun endi ekamiz. Karnivni to'kib oldim. Karniviga botirib, qumimiz nam suv quyib tayyorlab qo'ydim. Qalamchalarimiz chichi karnivni aralashgan rastvorda turdi. Qiyshayroq ekan, mayli. Bu hisoblaradi. Xudo xohlasa. Hozir aytganimdek, bu qilayotgan ishim eksperiment. Yaxshilab internetda videolarni ko'rib, o'rganib chiqdim. Xudo xohlasa. Mana bu salqin joy yaxshi tutib oladi. Xudo xohlasa. O'tgan safar lavandalarni огородimni narigi tarafiga qiluvdim. U taraf kun tushadi. Mana gullarni tagi salqin deb qiluvdim. Yo'q, baribir gullar mana daraxtlarda salqin bera olmaydi ekan. Hozir qolganlarni ham ekib olib ko'rsataman. Mana ekib oldim. Yana birozgina suv quyib qo'yamiz bu yerga. Mana bu ildizlari yaxshilab joylashib olishi uchun endi baklashkani kesib qo'ydik. Mana qalamchalarimiz tayyor. Mana bunaqa karnivindan foydalanaman. Endi yana bir ish qilishimiz kerak. Aziz obunachilar, aziz gul shaydolari, mana bu yerga universal grunt solib tuvaydini qilib oldim. Endi menda qaranglar, bunaqa narsa bor edi. Bunaqa gladiolus gulini urug'i. Shu gladiolus gulini urug'lari pishgan. Mana shu gladiolus emas, uzr. Mana gul, gipiastrum gulini urug'lari. Buni sepib, yengil qilib ekib olamiz. Keyin
internetda ko'ryapman. Endi hammanikida ham mana gipiastrumda urug'lari yetilmaydi. Bu yetilgan urug'larni yaxshilab undirib parvarish qilsa 3-4 yilda ochiladigan gipiastrumlar katta bo'lar ekan. 2-3 yilda ochiladigan holatga kelar ekan. Faqat bitta nimasi, bu agar mana qizil gipiastrum ekdingizda, u qanaqadir haligi navga chatishtirilgan gipiastrum bo'lsa, u aynan ana shu onani takrorlamasligi mumkin ekan. U masalan oq yoki pyostriga ulanma qilingan bo'lsa agar, ana shu umuman boshqacha nav hosil bo'lar ekan. Endi buni ustiga shunday yupqa tuproq sepamiz, universal group. Keyin yana jicha suv sepib qo'yib qo'yamiz hozir. Mana yengil tuproq bilan yopdik ustini. Endi suv qo'yib qo'yamiz. Endi bu 5 kunmi, 10 kunmi, qanchadir payt namligiga qarab turamiz. Xudo xohlasa unib chiqadi, xudo xohlasa. Bugun 30-iyul. Mana qalamchani ham 30-iyul kuni qildik. Mana xrizantemalarda 29-iyul kuni qildik. Yana natijalarni ko'rsataman. Mana bu o'stik gullarimiz bo'lsa, mana hozir karnivenli suvga ertalab solib qo'ydim. Ertaga bu suvdan olib oddiy filtrlangan suvga solib qo'yamiz. Xudo xohlasa 15 kun, balki 2 haftada ildiz otadi. Buni avval ildiz otkizuvdim, karnivenli suvga solib. Keyin men bir ishlar bilan ketib qoldim dam olishga. Qarovsiz qolib ketib qoldi. Ildizlar qurib qoldi. Ekolmadim. Endi hozir mana oqadan 4 ta, mana siyoh rangidan 4 ta solib qo'ydim. Bu gullarni hozir ko'pgina qilib qalamcha qilib olsam ham bo'ladi. O'ylanyapman. Ularni qishlatishchi. Meni teplitsam yo'q. Qishda bu hovlidan biz ko'p etajli uylarga ketamiz. Qishlagani u kvartirada rosa ko'p gullarni saqlash imkoni kam. O'zi usiz ham qanchadir gullarimni olib ketaman. Mana bu rozmarinlarni ham o'ylanyapman. Yo yerga ekib yuboraymikin yoki olib ketaymikin. Rozmarinlar sovuqqa chidamli. Mana yerga ekib qo'yilgani mana o'syapti. Bu daraxt simon bo'lgani uchun qishda bemalol qolaveradi. Shunga mana bu ko'chatlar qishgacha joni baquvvatlashib qoladi. Ekib qo'yaversammikin ham o'ylanyapman. Ko'p gullarni qishga tayyorlash bor. Hozir hali yozning 2-oyi tugayapti. Avgust, sentyabr, oktyabr ham ancha issiq. O'sha noyabrdan umuman gullar qishga tayyorgarlik boshlanadi. Mana bu esmeralda gullarim ham ustini qanaqadir mulcha qilib yopib qo'ysam, mana bu qurigan o'tlar, baklar bilan mana shu o'stik gulimni ham ustini yopib qo'yaman, xudo xohlasa. Bular o'zi katta kustda endi bularni shu ustini o'rab qo'ysam bahorga yaxshi chiqadi, xudo xohlasa. Xrizantemalarni qirqib boramiz. Gvazdikalar bo'lsa qishda shunday ochoqda qolaveradi. Hozir qalamcha qilgan gvazdikalarim ham tutib qolsa, xudo xohlasa ularni ko'chat bo'ladi, ularni o'rab qo'yaman. Mana bu eustoma gulni ham ko'chirib, tuvakka ko'chirib uyga olib kirsa ham bo'laverar ekan. Bemalol qishlab, ochilib, o'sib
yana bahorda mana yerga ekib qo'ysa bo'larkan. Yo bo'lmasam buni ham o'rash kerak qishga. Mana sovuqlardan himoya qilib o'ralsa, bahordan yana ko'klab ketaverar ekan. Mana ramashkalarimni qaranglar. Ekib qo'ydim bu yerga. Rosa bolalabdi mana tagidan. Bunusida ham, mana tarafida ham rosa ko'p bolalar. Yana yilga bu yer ramashkazor bo'lib ketadi. Ham bu yerlarga mayda nimadirlar chiqib qopti. Menimcha u ana esmeralda gullarda urug'lari olinmay qolganlari pishib o'zi to'kilib ketdi. Ashlar o'sib chiqdi shekilli. Bilmadim. Shunaqa. Yana nimalarni ko'rsatsam sizlarga. Mana indiyskiy sirenimiz ham qip-qizil deb oluvdim. Endi bu ham ochilsa, keyin buni ham qalamcha qilishda ko'ryapman internetdan. Mana novdalar, pishganroq novdalardan qalamcha qilib ildizlatishyapti. Shu bizga o'xshagan oddiy odamlar ham qilyapti. Uni ham qilib ko'raman, xudo xohlasa ochilgandan keyin. Bizdan nima ketadi? O'xshasa gulimiz ko'payadi, o'xshamasa tajribamiz ortadi. Shunaqa gaplar. Aziz gul shaydolari, hammanglarga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilagan holatda videoimni yakunlayman. Allohga omonat bo'linglar.